Assalomu alaykum. Ona, ayollar va yurak go'zalligi davri kanalidamiz. Bugun ayolning hayotdagi o'rni to'g'risida gaplashamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, kelajakdagi go'zallik madaniyatida ayollarning o'rni ayniqsa katta. Allaqachon o'choqning muqaddas olovi uning qo'lida. Kundalik hayotni go'zallik uyg'unligi bilan bezash va to'ldirish uning vazifasidir. Ammo uning asosiy vazifasi beqiyos kattaroqdir. Ayolning ma'naviy go'zalligi xuddi ko'rinmas nurlar kabi eri va bolalari qalbining tebranishlariga kirib boradi. Ularga yaxshi impulslar beradi. Ularni yorqin baquvvat ritmga tortadi. Ammo ma'naviy ayolning ahamiyati oiladan tashqarida. Yurak uyg'unligining eng yuqori qonuni aylagan va unda amal qilgan yurak. Barcha his-tuyg'ular, bilimlar nuri bilan u atrofidagi hamma narsani o'zgartiradi va o'zi hali ham yuksak taraqqiyot yo'lida inson ongini o'zgartiradi. Unda yangi rang va ohang beradi. Zero ayolning vazifasi hamisha shunday bo'lgan. Insonni ilhomlantirish va yuksaltirish, mardlik, shijoat va qahramonlik alangasini yoqish, o'zini sevish va fidoyilik. Agar erkak ko'pincha buzg'unchi kuchga xizmat qilsa, ayol hayotni tug'dirsa, u hayotning tashuvchisi va hayotning barakachisi. Asosiysi ayol onaga bolaning ruhi ustida asl kuch beriladi. Faqat qalbining go'zal olovi orqali bola kelajakdagi go'zallik juftiga kirishi mumkin. Har bir ona ayol o'zining ulkan mas'uliyatini anglasa, chin dildan go'zal bo'lishga intiladi va farzandiga beshik qo'shig'ini kuylaydi. Qalbidagi qudratli iymon bilan, ya'ni har bir ona o'z oldiga maqsad qo'yish kerak. Men tug'ishni xohlayman. Yer yuzidagi eng oliy go'zallikning tashuvchisi onaning chaqiruvi chinakam sevgi bilan muqaddas bo'lishi kerak. U o'z-o'zini rivojlantirish va umumiy manfaatlarga bo'lgan tashnalikning eng qizg'in tubidan chiqishi kerak. Shunda u munosib javob oladi. Agar barcha onalarning qalblari Yaratganga duoda bo'lsa, unda dunyo qanday qilib ta'riflab bo'lmas darajada o'zgarib, ularning farzandlari ongi ham o'zgaradi. Shuning uchun ham latviyalik shoir Rainsning so'zlari kelajakda nisbatan jaranglaydi. Hayotning barcha go'zalligi ayoldan keladi. Usiz chidamas edik hayot mashaqqatlariga. Butun hayot muhabbati ayoldan. Usiz biz zulmat va nafratga yashar edik. Shu mavzuda biz siz bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.